Do'stlar, sizlar bilan Odmus. Mana yaqinda YouTube'ga qaytdim. Men yaxshilikcha obro'yim borligida ketganim yaxshi ekan YouTube'dan. Chunki men qarang oldinga men uncha ko'p bana bo'lmasdi. Mana bitta ketib qaytishimda mana bo'lmas. Hozir qo'yib beraman. Bitta ketdim, qaytdim. Shuncha prosmotr keldi hozir. Mana. Shunda ketganman. Shuni ko'rib, ketganman. Mongore. O'sha. Mana. Shuncha ko'ringan erkak ayol O'zbekiston. Qarang prosmotrda. Keyin yana ketganman ha. O'shundan keyin ketib yana qaytganman mana. Prosmotrda ko'ringlar mana. Qaytganimda shular bo'lgan. Undan keyin qo'yganimdan keyin yana ketib, mana uni qo'yib ketganman. Undan keyin keldim, YouTube'ga qaytdim. Qo'ysam shu ahvol. Demak, men vaqtim borligida ketsam bo'laverar ekan deyapti. Unda ikkita o'zi mendan hamma ketgan. Endi video qilib qo'yapman do'stlar. Mayli biz anaqa video chiqarsak ham bilaman, like ham obuna ham bosmaysizlar. Chunki men donator emasman. Ba'zilar PUBG o'ynasanglar obuna bo'lganlar 100 tarqatib beraman. 100 lobby qilayotganlarga bilaman, bosasizlar. Ko'rib o'tirasizlar billa. Men Yakuza aslan bunaqa obunachalarim yo'q. Hatto mendan mana bir oyda ichida mendan o'tib ketganlar bor. Ishoninglar, sizlar kibr ekansizlar, mayli. Kibr sindiringlar. Sizlar bilan adimiz bo'ldi. Men qaytib endi YouTube'ga qaytmasam kerak yoki obro'yim yaxshilab yaqinda bitta qaytib qo'yaman. Undan keyin shu bola prosmotr obuna вообще kelmasa bavon men ketgan bo'laman. Men mana shu oxirgi videoyim men YouTube'dan ketyapman. Sizlarga omad tilayman. Shuncha mehnatim qayerga ketdi? Shuncha mehnatim, shuncha mehnat. Shuncha mehnat turibdi. Shuncha mehnatlar bo'lsa ham sizlar 5 minutlik bir sekundlik ish. Like, obuna qilib qo'yish, bosib qo'yish. Lekin esa sizlar bosmaysizlar, tekin biz bu yerda regular video olamiz. Masalan, bitta emas, boshqalar yangi akkauntlar odamlar ochgan bo'lsa ham sizlar bosmaysizlar. O'zidan qandashlardan bosadi, to'g'rimi? Shuncha men YouTube'dan ketmoqchiman. Mana shuncha tomoshalar. 308 obunachim.
Burdelikte komment. Ağırgı. Kuruşlar. 7 gün oldu. Dostlar, ameliyalarda kibirde yoqinglar. O'chiringlar. Kibirde yoqmang. Kibir aslo kibir o'zi shaytondir. Baland tog'larning qori bilan o'ynashma, yuksak cho'rishlarning sori bilan o'ynashma. Nimaga bosmaysizlar? Yo, men yaxshi video qilolmaymanmi? Bo'pti do'stlar, sizlar bilan animiz oldi. Sizlar bilan qaytib ko'rishmaymiz shekilli. Hayır, bu account endi yo'q. Hayır.